O'zbek qulmi? Конечно, bor. Samarqanddagi gilam yuvish korxonasi rahbari o'zbeklarni qul deya haqoratlagani aytilmoqda. Internetda tarqalgan xabarga ko'ra, shu korxonada ishlagan yigitga 7 oy davomida maoshi berilmagan va korxona ishchidan 30 million so'm qarz bo'lgan. Ishchi yigit korxona rahbaridan maoshini so'raganda rahbar senlar qulsanlar deya pulni to'lashdan bosh tortib, uni korxonadan chiqarib yuborgan. Shuni isbotlab bersangiz bo'ladi Mana aka. misol o'zbeklar, podshoh degan bor, vazirlar bor, qolganlari Bir minut. O'zbeklar qayerda qulluq qilgan aka? vatanida. Va o'zini vatanida nimaga bilmaslik qilyapsiz aka? O'zining Nimaga aytasiz qul deb? Qul. Qayerda qul? Qul. O'zbek qulmi? Конечно, bor. Asrlar bo'yi o'zbek nima uchun shunaqa bo'lgan? Yo, men tushunmadim aka, qayerda qulluq qilgan? U vatanida. Vatanida ishlash qullikmi? Vatanida mana misol sen ishlayapsan, nihoya pul olmayapsan. Aka, hozir biz ham pul. Hozir ham pul. Murojaatchi bu masala bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilgani aytiladi. Natijasi bo'yicha munosabatni kutib qolamiz.